بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين لبيك إسلامي لبيك لبيك قرآني لبيك. Beşinci misal bolsa Musa aleyhissalatu vesselam. Musa aleyhissalatu vesselam sarayda, yani kasırlarda, saraylarda çoğun boğan insandı. Firavun'un yanında çoğun boğan insan. Keyin Allah subhanahu ve ta'ala'nın yolu da bu kasırlarını, bu saraylarını hemmini taşlap, bu nazı nimetlerini taşlap seferge atlandı. Bu yerlerini taşıvat denmeli. Ahırda birip başka bir kişininki koyunu baktı. Ve şundak halette bozumu yana Allah'ın ümitini biz üzmezden yana ölünüşke ve Firavun'un Bani İsrail'ini kutkuzuşka cüret kılıp bu işe atlandı. Keyin onun mal mülkleri oldu. Hatta hükümran igisi oldu. Musa aleyhissalatu vesselam eğer ümitsiz boğan bolsaydı, bu Firavun degan şundan katta adam tusa, bu dünyani idare kılıp atkan kişi tusa, ben bunun qanday karşılık göstereyman. Ben bolsam tuxum tutsam, bu bolsa taş tutsa, bunun qanday tenkegili buludu degan maidiyadi bolmasdan, belki de men aciz bolsam mu Allah güçlüktür deb bu şekilde iradesi bilen Firavun'un aldığı bağan. Allah subhanahu ve ta'ala Musa aleyhissalatu vesselam'a Firavun'un yanığı bağın degan vaqtida men onun yanığı qanda baraman, o şunda güçlü keşimetlik adam tusa, onun askerleri nurgun tusa, men qanda baraman degan gapni qilmasdan, belki de Allah nima dedi? Ya Rabbi, mening tilimde kemlik var. Bana Harun'la birlikte qitib bergin. O tığım bek ravan so'zlaydigan odamdi. Bu gapni qildi. Biz da'vatchilarda bu shunday umidvor bo'lishimiz lazım. 6. misalimiz Nuh aleyhissalatu vesselam. Nuh aleyhissalatu vesselam 1000 yıl özünün kavmini Allah'ın dinine davet kıldı. Bu nemini ifadeleydi. Bizler insanlara tötüğüz gaqib baqib veya ki insanlara bilen bir mezgil minib baqib bulardan bir yaxshilik ko'rmesek, bu adamlar bo'lmaydigan adam ekan bular. Bulardan ish kelmaydi ekan, bular adam bo'lmaydi ekan deb tashib etib o'zimizning yo'limizga ravon bo'lishimiz mumkin. Ammo Nuh aleyhissalatu vesselam Allah subhanahu ve ta'ala'nın vazifesini icra qilib, peygamberlik vazifesini icra qilib 1000 yıl kavmini, 1000 yıl etrafında kavmiga davet edip bardi. Yani ahirde Allah subhanahu ve ta'ala onunla
qavmininki iymon keltirmaydiganligini, buningdan keyin da'vat qilsimi foyda yetmaydiganligini bildirgandan keyin va uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qawmika illa man qad aman degan bu oyat bilan sening qavming bundan keyin iymon keltirmaydi, endi da'vatini qo'ygan degan bu buyruq kelgan qadar Nuh alayhisolatu vasallam qavmini da'vat qilishga davom qildi. Ya'ni Nuh alayhisolatu vasallam deydiki, men ularni kecha kunduz da'vat qildim. Ular quloqlari e'tivorsimi men da'vat qildim. Ular o'ylarini e'tivorsimi men tunukdan to'lab duo qildim, da'vat qildim deydi. Ya'ni bu to'g'rida da'vat to'g'risida bütün vesilelerni, bütün sebeplerini hemmini qildim ya Allah deydi. Nima uchun? Chunki bu payg'ambar kelgusiga umid bilan qaraydi. Belki de Allah subhanahu wa ta'ala bir yo'l tadbirab bu insonlar hidoyat kep qiladi deydi. İkincisi Nuh alayhisolatu vasallamning vaqasidan yeni bir aladigan dersimiz bu yerda. Allah subhanahu wa ta'ala buyruq qilib, senin qavming endi bundan keyin iymon keltirmaydi, endi bo'ldi qil, bularga baloy ofat keladi, to'fon balosi keladi. Onun uchun sen buningga tayyorlik qilgin degan vaqtida su yo'q, yomg'ir yo'q, shunda qaqran bir yerda cho'lning o'ttirishida yo'g'on bir paraxutni yasab chiqdi. İnsanlar kelib, o iymon keltirmagan insonlar, qaranglar Nuhga, bu Nuh sarang'ilab qapti. Bu shunday yomg'ir bo'lsa, nim bo'lmasa, suv bo'lmasa, bu nima bilan bunda paraxutni yasab yuraydi bu? Ko'ramizlar buni deb Nuh alayhisolatu vasallamni mazoq qilsa bu Nuh alayhisolatu vasallam Allah subhanahu va taolaning bo'lgan rahmatiga bo'lgan, Allah subhanahu va taolaning ne'matiga bo'lgan ishonchisi bilan bu kemini yasab chiqdi. Biz musulmonlarga ko'pincha ishlarda belki de bu işlerin kelgusi yo'qdi kerak ko'rinishi mumkin. Bu işlerden bir netice alamaydigandek bunda ko'rinishi mumkin. Ama Allah subhanahu wa ta'ala bizlerden neticeler demaydi. Neticeni qo'lga keltiring degan gap hech qanday bir oyati yo'q. Va qul i'malu fasayarallohu amalakum deydi. Ey Muhammed, ularga deyinki, amal qilinglar, Allah sizlarning amallaringizni ko'radi deydi. Shuning uchun musulmonlar mayli kelgusida bu ishninki, da'vatiningki va yoki ilib borgan harakatining natijasi bo'lsin va yoki bo'lmasin, bu ishning cho'qim natija chiqadi degan iroda bilan o'zlarining harakatlariga davom qilish lozim. Aksi taqdirda Allah subhanahu wa ta'aladan umidini o'zgan insonlarga Allah subhanahu wa ta'ala rahmatini, ne'matini ato qilmaydi. 7. misalimiz Yunus aleyhissalatu vesselam. Yunus aleyhissalatu vesselam Musul shahridagi Nino xalqiga payg'ambar qilinib avatilgan. Yunus aleyhissalatu vesselam bu xalqqa shundoq uzun da'vat qildi. Yunus aleyhissalatu vesselam ularni da'vat qilsa, Yunus aleyhissalatu vesselamga har zaman qarshilik ko'rsatdi. Da'vatini inkor qildi. Allohga inkor qildi. Yunus aleyhissalatu vesselamning payg'ambarligiga qat'iy e'tirof qilmadi. Ahirda o da'vati foyda qilmagan lekin ularning orasidan chiqdi. Chunki Allah subhanahu wa ta'ala o Yunus aleyhissalatu vesselamga endi bularningki da'vati bo'shag'icha bularga azab avatimiz. Azabning 3-chisida, yani 3 xil shekil, 3
mertebe şekilde bularga azap öğretimiz yoki birinci gün, ikkinchi kun, uchinchi kun şekilde birinchi, ikkinchi kunlarda bular tövbe qilmasa, uchinchi kunda tamamen bularni yo'qtimas. Sen bularning arasidan chiqib turgan, ey Yunus deb buyruq kelgandan keyin Yunus alayhisolatu vasallam bulardan chiqib ketdi. Allah'ın bu buyruğu kelgan kadar Yunus aleyhissalatu vesselam bularning ichida shularning takzibi, shularning inkoriga qaramasdan o'zining da'vatiga ravon bo'ldi. Mana bu payg'ambarlardan oladigan darslar. Payg'ambarlar har zaman umidvor edi. Kelgusi umid bilan qaraydi. Hech bir zaman Alloh subhanahu va taoloning rahmatidan, ne'matidan umidlarini uzgan emas. Şunun için biz peygamberler ümmeti, bizning peygamberimiz o peygamberlerinin ankatçısı buluşu isbiti bilen biz yana şu peygamberlerinin izinden minip kelgüsüge ümit bilen karşımız lazım. Programımızın ikinci bölümüge yana devam kılımız. Biz birinci bölümde peygamberlerinin qanday umidvor ekanligini, peygamberlerinin Allah'a bo'lgan ishonchisinin qanday mukammal ekanligi to'g'risida so'zlab o'tgandik. Endi payg'ambar alayhisolatu vasallamning qanday umidvor ekanligi, kelgusiga qanday qaraydiganligi, atrofidagi sahobalarga qanday umid bag'ishlaydiganligi bu to'g'rida so'zlab etamiz inshaalloh. Umidvor bo'lish Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ahlaklarının en mükemmelinin birisiydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam her zaman bir işqa ümit bilan qarashqa, yaxshilik ko'zitishga, yaxshi deb tunishqa bak yaxshi ko'radi. Shumliqni bak yomon ko'radi. Şunun için Allah subhanahu wa ta'ala, şunun için Peygamber aleyhissalatu vesselam mandaq degan Anas radhiyallahu anhu'dan rivoyat qilgan hadisida la adwa wa la tayra ve yu'jibuna al-fa'l as-sahih salih degan. Yani shumluq yo'q. Menga chiroyli so'z menga yaraydi degan. Menga yaqinlik his qilinadi degan. Bu hadisga asosan Peygamber aleyhissalatu vesselam har qanday ishninki chiroyliligi, har qanday so'zning chiroyli bo'lganini anglashni yaxshi ko'rganligini buni ko'ramiz. Bu umidvor bo'lganlikning bir ifodasi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ningki hayotini tekshirib ko'radigan bo'lsak, qanday umidvor ekanligi to'g'risida nurg'unlagan voqealar, hadislar mavjud. Bu hadislardan birinchisi Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke müşriklerinden kaçıp Hira taqqiga manga vaqtida onun aqısından müşrikler qo'g'lab kelgan. Müşrikler qo'g'lab kelib, ko'pincha yetishamagan vaqtida oxirida Suraqa ismli bir odam Peygamber aleyhissalatu vesselam'ning aqısini yetishib qolgan. Şu vaqtida Abu Bakr radhiyallahu anhu nayet endişik ketgandan keyin, yetib yetishib oldi degandan keyin Peygamber aleyhissalatu vesselam Abu Bakr radhiyallahu anhuga sen endişelenme. Ko'ngling rahat olsun. Allah subhanahu wa taala biz bilan billah. Deb bo'lib, ondan keyin Allohga duo qilgandan keyin
Suraqanınki putlari, Suraqanınki meni vargan etinin putlari yerga petib ketdi. Va shuning bilan Suraqa yerga tushib ketdi. Va Payg'ambar alayhisolatu vasallam Suraqaga qarab uzoq yerdan deydiki: "Ey Suraqa, sen kelgan yeringga qayt. Bizni qo'g'lab yurmagan. Men inshaalloh sana Kisra'nın tacını beraman. Kisra'nın mallarını beraman" dedi. Kisra'nın tacı, Kisra'nın malları, mal mülkü senin olsun ey Suraqa. Halbuki Peygamber aleyhissalatu vesselam Kisra'nın tacı, onun mal mülkü ne va'da qiladigan bir vaziyatda emas edi. Yanında Abu Bakr radhiyallohu anhu qo'rqib ketgan vaqtida qo'rqib ketgan mushriklar aqsini qo'g'layotgan bir paytda o'zi yolg'iz qolgan holatda Suraqaga Kisra'nın tacını va'da qildi. Peygamber aleyhissalatu vesselam qandaq umid bilan qaytganligi bilan isbotlanmoqda. Yana Peygamber aleyhissalatu vesselam hicretga mengib o taqqa yoshiringan vaqtida Abu Bakr radhiyallohu anhu müşriklarning oyoqlarini ko'rib, agar o müşriklar shunda tikka qaraydigan bo'lsa, bizni ko'rib qoldi ya Rasululloh degandan keyin Peygamber aleyhissalatu vesselam nima dedi? La tahzan innalloha ma'ana. Sen g'am qilma ey Abu Bakr. Allah biz bilan billah deydi. Yani Anas radhiyallohu anhu'ningki Abu Bakr radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilgan bir hadisida Abu Bakr radhiyallohu anhu mundaq deydi. Men Peygamber aleyhissalatu vesselam bilan g'orning ichida edim. Men shunda beshimni ko'tarib edim. Bizni qo'g'lab kelgan müşriklarninki oyoqlarini ko'rdim. Va Peygamber aleyhissalatu vesselamga ya Rasululloh, agar shunda shularning ba'zilari shunda ko'zini shunda tik yerga qaratadigan bo'lsa, bizni ko'rib qoldi ya Rasululloh degandan keyin Peygamber aleyhissalatu vesselam nima dedi? Uskut ya Abu Bakr. Jim o'ltag'in ya Abu Bakr. Ethnani Allahu salisuhuma. İki kişinin üçüncüsü Allah dedi. Muttefakun aleyh. Bukhari ve Müslim rivayet kılgan hadisler. Yani Allah subhanahu ve taala g'orning ichida mümkünüp yetib turib Abu Bakr radhiyallohu anhuga dedi ki sen endişelenme Abu Bakr. Biz ikki bo'lgan bo'lsak bizning üçüncümüz Allah subhanahu ve taala deydi. Biz qaysi vaziyatda Peygamber aleyhissalatu vesselam qaysi vaziyatda? Peygamber aleyhissalatu vesselamning hayoti qandoq o'tgan, bizning hayotimiz qandoq bo'lyapti? Biz da'vatchi deb o'zimizni da'vat yoki dai sifatlagan insonlar, bizning hayotimiz qandoq? Peygamber aleyhissalatu vesselamning hayoti qandoq? Yana Peygamber aleyhissalatu vesselam Bedir urushida özünün sahabelerine müşriklerinin katları, küfrünün başları, müşriklerinin katlarının ki bu Bedir urushida yo'q bo'ladiganligini xabar berdi. Hatta bazı sahabelerge dedi ki, ey falan sen falanını, ey falan sen pustanını, sen olanı sana vermen deydi Peygamber aleyhissalatu vesselam. Bedir uruşu hepimizge ma'lum. Müslümanların sani 300 etrafında. Müşriklerin sani 1000. Şundaq bulup mu? Peygamber aleyhissalatu vesselam sahabelerge ümit bağışlaydı.
Sizlar yengizlar ey sahabalarım. Ey yaranlarım, sizlar bu urushda g'alaba qilasizlar deydi. Yana Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ninki Xandak qo'layotgan vaqtida, yani Mekke'le Badr urushida yengilib ketib, Peygamber Aleyhissalatu vesselam va'da qilgandek yengilib ketib, o yengilganligidan keyin intiqomini olish uchun tekrar Madinaga hujum qilib kelgan vaqtida Madinaning atrofiga Xandak qo'langan. Va u Xandak qo'lash jarayonida sahabalarga men Kisraning, Qaysarning, Habashistonning taşlarını men ko'ryapman deb o makonlarning fath qilinadiganligini xabar bergan. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Xandak qo'lash jarayonida shunday holda ediki, o'zining qo'sqi och, yigili binasi yo'q, qo'sqining ching turishi uchun tash bog'lab olgan holatda edi. Sahabalar muhakazalar shunday. Shunday bir vaziyatda sahabalarga Kisraning, Qaysarning, Habashning taşlarını va'da qildi. Qo'mondan bu şekilde bo'lish lazım. Da'vatchi bu şekilde bo'lish lazım. Yana Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ninki hadislaridan birisi şu: La adwa ve la tayra ve yu'jibunil fa'l salih al kalimatul hasana. Bana chiroyli söz yaxshi kuladi deganligi. Hatta Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir insonni bilan kurashsa, o insonning ismini so'raydi. Agar o insonninki ismi chiroyli bir isim bo'lsa, Peygamber Aleyhissalatu vesselam o isim shunday yoqitdiki, Peygamber Aleyhissalatu vesselam onun xushal bo'lganligidan yuzlarga o xushallikni izhor qilinadi deydi. Navada Peygamber Aleyhissalatu vesselam bilan kurashgan odamninki ismi sat bir isim bo'lsa, yoki sat ma'noni o'zishayotgan bir isim bo'lsa, Peygamber Aleyhissalatu vesselamga yoqmaganligidan bu isimni Peygamber Aleyhissalatu vesselamninki yoqtirmaganligi Peygamber Aleyhissalatu vesselamninki yüzge namoyon bo'ladi deydi. Yana Umar radhiyallohu anhu'ninki İbn Umar radhiyallohu anhu'ninki rivoyatida Umar mundaq deydi. Umar radhiyallohu anhu'ninki bir qizi botdi. Bu qizining ismi Asiya ekan. Asiya edi. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Jamila deb ism qo'ygan deydi. Asiya kelimesi Arapçada günahkar yoki gunoh qilguvchi degan ma'noda. Peygamber Aleyhissalatu vesselam bu ismni yomon ko'rib, o qizning ismini chiroyli degan yoki go'zal, husni jamol degan ma'nodagi Jamila ism bilan atlandırgan. Yana Hudaybiye urushida, Hudaybiye sulhida müşriklerden birisi Peygamber Aleyhissalatu vesselam bilan tempen ötküzüş için keldi. Ahdiname tuzishga. O adamның ismi Sahl, yani Arapçada asan degan ma'noni bildiradigan Sahl ismi ekan. Peygamber Aleyhissalatu vesselam bu ismini anlab, "Voy, Sahl kepti, biz bilan gaplashadigan, so'zlashadigan, munozara o'tkazadigan" degan manda gap anglangandan keyin Peygamber Aleyhissalatu vesselam nima degan? "Va qala sahlun inshaalloh." İnşallah bu ishni asonlab hal qilib o'tamiz deb bu insonninki asan degan ismidan, yani kelgusiga bo'lgan bir xo'sh xabar elib keldiganligini buni yekin chiqargan Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Peygamber Aleyhissalatu vesselam her qanday ishdan umid bilan qaraydi. Hatta Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ninki bir hadisida
sizlar bu dunyoda uzun ming yil yashaydigandek yashanglar, ati o'ladigandek ibodat qilinglar degan hadisi bor. Ya'ni musulmonning umidvor bo'lishidan bu hadisni chiqara olamiz. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның sahabalarını şundaq umidvor şekilde terbiye qilganligini bu Peygamber aleyhissalatu vesselam'nыңki bu hayat sergüzeşlerinden bilib olaymiz. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның hayatını bu umidvorlik bilan, umid bilan to'lgan bu hayatını so'zlasak nihoyat jiq. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ınki hayatı doğrusunda bu kadar to'xtalib ketsek yeterli inşallah. Endi üçüncüsü sahabalar. Sahabalar qandaq umid var idi. Bununla bir misal olan yeterlik deb bir misaldan kifaya qilsak bo'ladi. Bu bo'lsa Abu Bakr radhiyallahu anhu. Biz başta öttük. Peygamber aleyhissalatu vesselam o Suraqa qo'lab kelgan vaqtida qo'rqib ketgan. Peygamber aleyhissalatu vesselam bilan birga bo'lib yana ko'ngliga qo'rquv kirgan u Abu Bakr. Mushriklar qo'g'lab kelib, g'arning ustiga chiqqan vaqtida, mushriklarning qadamlarini ko'rgan vaqtida qo'rqib ketgan u Abu Bakr. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam vafot bo'lgandan keyin qandaq hayat ilib bordi. Va yoki Peygamber aleyhissalatu vesselam bo'lgan bu hayotini Peygamber aleyhissalatu vesselamdan keyin qandaq tatbiqladi? Bunun misalini ko'ramiz. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا هذا